Keyingi videoda sizlarga Yasiko haqida siz bilmagan 67 ta qiziqarli faktlarni aytib bermoqchiman. Ajoyib va takrorlanmas obuna tugmasini bosib qoldiring. Like ham bosib esidan chiqmasin. Videoni boshlashdan avval keyingi video kim haqida yoki nima haqida bo'lishini kommentariy qismida yozib qoldiring. Bo'lmasa biz boshladik. Asl ismi Yosinbek, familiyasi Pardaliyev, 2008-yil tug'ilgan, yoshi 16da, Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Otasi Yasin deb, onasi esa Yasiko deb chaqiradi va Yasiko'niki shundan kelib chiqqan. Kanal nomi ko'p marotaba o'zgargan. 2019-yil 10-dekabr kuni YouTube kanalini ochgan. YouTube'ga kirib kelishiga sabab Fezot va Reyker bo'lgan. U Mega Team a'zosi. Asosan Minecraft o'yini haqida videolar qiladi. Yasiko 100 ming obunachiga ega. Uning birinchi videosi 3 yil oldin qo'yilgan. Oxirgi marta 21-iyun kuni video qo'ygan. Uning eng mashhur videosi Bomich hayoti deb hisoblanadi. Bomich hayoti videosi salkam 1,5 million ko'rishlar soniga ega. YouTube'da galochkasi bor. 240 ming obunachiga ega bo'lish istagi bor. Yasiko o'z YouTube kanalida 203 mingdan ortiq obunachiga ega. Uning Telegram kanali ham bor. Gamer bo'lish uchun kompyuter kerak deb hisoblaydi. Yasiko kanalida 60 ta playlist mavjud. Yasiko kanalida 64 marotaba stream qilgan. Oxirgi streamini 18-iyun sanasida qilgan. 12-yanvar sanasida streamda yuzini ko'rsatgan. Yasinning YouTube'da Yasiko Let's Play kanali ham mavjud. Yasiko Let's Play kanalida 7800 ta obunachi bor. Yasiko Let's Play kanali 2022-yil 20-dekabr kuni ochilgan. Yasiko Let's Play kanalida umumiy ko'rishlar soni 125 mingdan ortiq. Yasiko o'z kanalida esa umumiy ko'rishlar soni 46 milliondan ortiq. Uning Telegram kanali ham bor. Telegram kanalida 5 mingdan ortiq obunachi bor. Telegram kanalida pulli konkurslar qilib turadi. YouTube'ga qiziqqani uchun kirib kelgan. YouTube kanalida jami 523 ta video joylagan. YouTube'da eng mashhur shorts videosi 298 ming prosmotrga ega. Yasinning Instagram kanali ham bor. Instagram kanalida 836 ta obunachiga ega. Instagram kanaliga 69 ta post joylagan. Telegram kanalini 2021-yil 18-oktyabr sanasida ochgan. Eng birinchi videosi 11 ming prosmotr yig'gan. Yasiko o'z kanaliga jami 38 ta shorts qo'ygan. Yasiko asosan Let's Play video va seriallar tayyorlaydi. U o'zining videolarida yangi modlarni sinab ko'radi. U Minecraftdagi qiyin vazifalarni bajarishni yaxshi ko'radi. Yasiko Minecraftning turli rejimlarida o'ynaydi. Yasiko o'z kontentida ko'pincha qiziqarli va sarguzashtlarni namoyish etadi. Yasiko o'zining videolarida o'yin kontentini tushunarli tarzda taqdim etadi. Yasin oilasida 5 nafar kishi. Manchester Cityning muxlisi, Messining fanasi. Yasinda YouTube kumush knopkasi mavjud. U Amerika Qo'shma Shtatlariga monetizatsiyasini ulagan. Yasinning eng mashhur strimi 397 ming marta tomosha qilingan. Uning eng birinchi strimini 3 yil oldin qilgan va 2100 prosmotrga ega. Asosan videolarda ishlatgan modlarni Telegram kanaliga tashlab boradi. Yasiko'ning Telegram boti ham bor. Botini 2000 dan ortiq odam foydalanadi. Yasinning Minestack nomli serveri ham mavjud. Minestack serverining Telegramda kanali ham bor. Minestack Minecraft server kanalida 1000 dan ortiq obunachi bor. Minestack serverini Frost bilan birgalikda yasagan. Yasiko o'zining Mega Teamga qo'shilishiga Yakubov nomli do'st sababchi bo'lgan. Videolariga prevyularni Frost nomli do'st qilib beradi. YouTube'ni boshlaganda telefonda videolar olgan va PUBG yo'nalishida videolar qo'ygan. Telefonda videolar olgan payt KineMaster ilovasida montaj qilgan. Mana va nihoyat 67 ta fakt ham tugadi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa va siz Yasiko o'zining muxlisi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Chunki biz oktyabrgacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Keyingi video kim haqida yoki nima haqida bo'lishini kommentariyga yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.